Hizb ut-Tahrir oqimi haqida so'z yuritganda, uning islom va musulmonlar jamoasiga yetkazayotgan salbiy ta'sirlari hamda zararlari xususida ta'kidlash o'rinli. Bu oqim asosan musulmonlar o'rtasida nizo chiqarish, ularni bo'lishga chaqirish va yosh avlodni g'arazli maqsadlar yo'lida foydalanishni ko'zlaydi. Oqim xalifalik qurish g'oyasini targ'ib qilib, uni musulmonlikning asosiy vazifasi deb ko'rsatadi, lekin bu orqali ular faqat o'zaro ziddiyatga olib keladi. Mazkur oqim islom haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmagan yoshlar orasida xalifalik tiklash g'oyasini keng yoyishga harakat qiladi. Ularning yolg'on da'vatlari Qur'on va sunnat ta'limotlariga zid bo'lib, faqat o'z manfaatlari yo'lida talqin qilinadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda musulmonlarni birlik va hamjihatlikda yashashlikka buyurgan. Oli Imron surasining 103-oyatida barchangiz Allohning arqoniga, dinga mahkam yopishingiz va bo'linmang deb aytilgan. Shunga qaramay Hizb ut-Tahrir islom nomidan foydalanib musulmonlarni bo'lingan guruhlarga aylantirishga harakat qilmoqda. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam ham o'z hadislarida musulmonlarni ittifoqda bo'lishi muhimligini ta'kidlaganlar. U zot ummatim 73 firqaga bo'linadi. Ularning faqat bittasi jannatga kiradi deganlar. Hizb ut-Tahrir esa musulmonlarning birligini buzish uchun maxsus tashkil etilgan oqimlardan biri sifatida qayd etiladi. Hizb ut-Tahrir da'vatlari Qur'on va hadisning ma'nolarini buzishga qaratilgan.